Do'stlar, mana Shveysariya tarafdaman, Italiyaga qarab o'tyapman. Como shahriga yaqinroq joyda. Mana bu stoyanka bo'ladi Shveysariya tarafda. Mana bu yerdan o'tamiz Italiyaga qarab. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda bizning mashina mana stoyankada dam olib o'tiribmiz. Mana bu yerda oshni sekin boshlaganman. Sal guruchli to'kilgan mana. Alloh. Qo'ydik mana bu yerga. O'tib qo'yganman. Narigi tarafga sekin oshni boshlaganmiz. Ana bu yonimizdagi do'stimiz ham Nepaldan ekan. Mana baqar qaynayapti mana osh. Mana sekin olib boramizda. Mana bu yerda bir chiroyli stadion ham bor ekanda, endi bu Shveysariya tarafda. O'sha tamojnisini oldida. Keyin abidroqda o'tib kelaman-da. Bizning orqamizda mana xaridilni qo'yadi har doim. Mana ko'ryapsizlar, stadion. Shunaqa. Tualeti ham yaqin. Tualeti maqtangan darajada arziydi tualetlari. Har stoyankada har bitta garaj, har bitta transport shu yuradiganlar furachilar nalog to'laydi. Mana bu do'stimiz ham mana ukrainalik menimcha. Dam olib o'tiribdi. Mana tualetga kirish kerak, mana bunday qilib kiriladi. Bunday qilib mana ko'k rangi ochiq degani mana bunday ochiq belgisi, ko'k, qizil bo'lsa shu nima? Mana tualeti bularni narxi tushirish mumkin. Buni uzr endi ko'rsatyapman. Narxi o'tiriladi, yana chiqarib qo'yiladi. Mana bu yerga mana shampuni, suvi narxi chiqib ketiladi. Endi xuddi shunaqa holatda mana dushi ham bor. Dush mana. Dushi zaynlik ekan. Mana bu yerga mana qilib, yani tashqarida qo'l yuviladi mana. Qo'l yuvishda mana buni bunday qilib bossa, ana suv chiqdi. Qo'lni yuvamiz. Tabiatga dahshat, tabiat. Shunaqa.